muomala yo'q, hurmatli obunachilar. Hop, sizlarga men sizlarga go'sht ko'rsatib qo'yaman. Bu go'shtimizni sifatiga o'zini bitta baho berib qo'yasizlar. Bu go'shtimizni bitta ochib ko'rsatib qo'yaman. Go'shtlarimiz bozor nomer 1 go'shtlar mana. Go'shtga baho berib qo'yinglar. Negativchilarni ko'rib qo'ysin. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu go'shtlarimiz do'konda sotiladi, chunki do'konda do'kon narxi. Men sizlarga go'sht reklama qilayotganim, ertalab bozorga kelasizlar, Chorsu bozoriga 3-qator, orientir 130-joyi yonida savdo qilamiz. 4 dan 8 gacha. Hozirgi kunda 125 ming so'm bo'lyapti. Mendan ko'pchilik so'rashyapti, "Aka, do'konda reklama qilgansiz?" Yo'q, do'konda emas, biz go'sht reklama qilyapmiz. Chunki do'konda do'kon narxi sotiladi. Shuning uchun ertalab vaqtli kelasizlar, xudo xolasa 4, 5, 6, 7, 8 gacha mashinalar go'shti 125 mingdan olib ketasizlar. Yaqin atrofga 10 kiloga dastavkamiz bor. Yaqinlarga uzatib qo'yasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Go'shtga bitta baho berib qo'yasizlar.